Uyqumadik-ku, menga-chi, dada? Sanga yo'q. Sen yetimsan-ku, sanga umuman uy puy qoldirmayman. Maksim ham yetim-ku. Maksimning onasini ko'rganmisan? Bu вообще simpatичный onasi. Sani onang umuman bo'lmasdi. Spasibo. Sanga qoldiruvdim. Bunga ham qoldiruvdim. Zo'r narsa qoldiruvdim. Sanga mana paracetamol qoldirganman. Boshing og'risa meni eslab ichib o'tirasan. Paracetamolni o'zimni olib keting. Menga paracetamol kerak emas. Men hali shunda uy olaman, mashina olaman. Ko'rib ko'zlaring yonsin. Siz borku, o'lib keting. Ha o'lay! Yetim boquvchi og'zi burning moy bo'ladi, qon bo'ladi deydi. Bo'ldi, dada. Ha? Nima bo'ldi, yig'lab o'tiribsan? Yetim yer ekan. Kim uni dardini yer ekan? Nima bo'ldi? Uysiz qolgan bolaga kim yordam berar ekan? Men yordam beraman, jo'rajon. Qanday qilib? Ipoteka xizmatini olib beraman. Ular aldamaydimi? Yo'q, sen pasporting bor, to'g'rimi? Shaxs tasdiqlovchi hujjatmi? Ha, u shaxsdan. Shuni olasan, ertaga oldimga kelasan. O'zim senga borib, ipoteka xizmatidan bank orqali uy olib beraman. Zo'r uy olib berasanmi? Ha, dadangga bir kuy bo'lsa. Do'sting tursa yoningda, hayot senga go'zaldir. Xuddi shunday. Turmasa agar go'zallik, uni keyin yozaman. O'zimmi dadam zo'r aktyor sifatida ish olganmi? Qani yetimchamiz shonni. Нормальный игралок, актерский популяр. Ya mashinik. Bravo, sizga Oskar berish kerak. Siz zo'r aktyor ekansiz. Ha, aytgandim, men uy oldim, shuni aytay deb qo'ygandim. Ipoteka xizmatiga rahmat aytib qo'yaman. Siz Maksimning onasi bilan faxrlanib yuravering, hali ko'ramiz. Uy oldim dedimi? Sen ikkalang ko'tingga ishdan ololmaysan, Shohjahonlar. U uy oldi. Dada, sabr qil. Dada dema.